Umaqlar bugun nədəmiz? Balığımızda sapaqandı? Tushundim, sizdan bugun vavat o'qib beraymi? Naq topdingiz. Əmsə umaqlar həmmimiz birlikdə ko'rib baqaylik. Balıqda çılıq botu var. Balıqda süpürge tutar. Kürgen kişi zuxlanır. Əmsə umaqlar vavatımız kerakli materialimizni qadarga deb qo'ysin. Ma'qul ustam. Dangoyo 17 gram, soda 5 gram, asal 4 gram, suv 50 gram, shakar 175 gram, suv may 50 gram, un 325 gram, tuxum 5 ton. Tuxum bilan shakarni boshda dadanjida ko'ptirib olamiz. Tuxum bilan shakar shunchalik ko'p bo'lgandan keyin dangoyoni servis etamiz. Yan davomli chalamiz. Endi podani servis etaylik. Asalni servis etamiz. Endi ozroq chalib olaylik. Endi suvni quyib o'taylik. Endi unni to'kib olamiz. Asta xodda mangdiramiz. Endi ishtikiltimiz. Oxirida suv mayni quyib o'taylik, oz-ozdan quyamiz. Chalib bo'ldi, endi to'xtatib lisimizga siqib olsak bo'ldi. Beoxodek elib olib, lisqa siqib olaylik. Endi qoshan selib olaylik. Osti 190, usti 210, 10 minutda pishib chiqadi. Vavatorimizni pishib chiqdi. Endi muzlatib kelib olaylik. Qaymoqni ko'ptirib olgandan keyin arasiga elib juplab olamiz. Mana bu sharbatni bo'z bo'ldi. Eritib tayyor qilib olgan shokoladga chilib olamiz. Mana vavatorlarimiz tayyor bo'ldi. Mana umaqlar necha avlod ishlarniki aslimisi bo'lgan vavatoni yana bir qitim aytib, o'tib. Igna oldinglar bu. Shunchalik o'qish